Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar va obunachilar. Bugungi videolarimiz boshladi. Bugungi kunimiz haftaning yakshanba kuni 2-noyabr. Boboshbek ishlab chiqarish va savdo kompleksi. Bozorda asosiy kirish darvozasi. Bu tomoni o'sha katta yo'l Qo'qon, Yangi Qo'rg'on yo'li. Bozor kunlarini yozib qo'ygan. Bular chorshanba va yakshanba kunlari tongi soat 5 dan. Bolaga qarang, bolaga. Ushlab turibdi. Chorshanba va yakshanba kunlari soat 5 da boshlanadi. Ko'ringchi. Chekchakamiz tankadan chek olyapti. Tankan pul olyapti. O'ta cho'tki ekan, bir muomalalar yaxshi ekan. Bozorga kiraverish. Sizlarda ob-havo qanaqa? Bizda tuman tushgan. Yo'lda bo'ylar to'la mashinaga hamma mashinada kelgan. Bu yerda hotel deb qo'ygan, ya'ni shu adashmasam mehmonxona degani bo'lsa kerak. Bu yerda ikkita uchta furalar turibdi, qayqayga ekan, Xorazm adashmasam. Akamiz pechini sotyapti, salatlar ham chiqibdi. Karam salatlar. Assalomu alaykum. Pechinnilar. Bu yerda bankomat bor. Bir yerda ishlaydi, bir yerda ishlamaydi. Bu yerga mana o'rik kelibdi. Assalomu alaykum. Bananlar. Bozorga kiraverishdagi birinchi eshik, birinchi darvozasi. Bismillahirrohmanirrohim. Bozorimizni ko'rsinlar. Bozor kunlari ko'rilgan. Chorshanba, yakshanba kunlari. 45 dan hammasi. Hammasi 45 ming so'mdan ekan. Bular qanchadan teyapasizlar qizillar? 20 ming tepapaslar. 20 ming so'm ekan teyapas. Dona razmeri zo'r ekan, lekin tikilishlari nima deydi? Qo'lqachalar. Mana oyoq kiyimlar. Qalinlar ham chiqibdi. Bular. Bozorda ichkarida stankasi. Akalarimiz manda bir chiroyli teyapaslar ishlab chiqaribdi. Pulashobga oldi. Bular qanchadan berasiz aka? 110 ming donaga. Donaga 110 ming, pachkagachi? 105. Pachkaga 105 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? 58 60 58 60 62 ekan razmeri. Bu endi qora rasvetkasi. Narichi? Bu tepasimi bu? Tepani o'zi katta. Tepani o'zimi? Ha, bunisi Budvetlarchi? bu tevani o'zi ekan. 130 ming donaga. Tevani o'zi qancha? Bular 80 ming so'm. Tevani o'zi 80 ming so'm ekan. 80 ming ha? Tepani o'zi. Nimami? Razmergami? Razmeri bor. 62 64 66. 62 64 66 ekan. Bu hozir aytganingiz donagami 80 ming, pachkami? Donaga 80. Donaga 80 ming, pachkaga 75 ming so'm ekan. Buchi velvetlar. 130 ming donaga ekan. Velvetlar donaga 130 ming, pachkaga 125. 125 ming so'm, 5 ming so'm razmerasi bor ekan. Bu ham razmeri bir xil bu bular. Bularda mankinga yashilga ilingan ekan. Rasvetkalari bor. Rasvetkalar bor deyapti. Telefon nomeringizni qo'yaylikmi? YouTube'ga qo'yaman. Nechilik? 94lik 090 49 95 raqamiga murojaat qilinglar. Mana shu tepapas ishlardan kerak bo'lsa. Ustaka charchamayapsizmi? Siz tapchiqlar zo'rdan chiqdi, aytmaydilar. 55 ming. Bular nech pul beryapsiz? Bular dona 55, pachkaga 48 ming. Donaga 55 ming, pachkaga 48 ming so'm ekan. Buni rasvetkalari mana har xillari bor ekan. Seri. Hammasi bir xilmi narxi? Aha. YouTube'gami aka? Ha. Xudo xolasa YouTube'ga. Rasvetkalar bor ekan, mana ular o'ta chiroyli ekan, seriallar, mana jigarranglardan bor ekan.
Donaga qancha dedingiz? Donaga 55 ming. Donaga 55 ming, pachkaga 48. 48 ming so'm. Yigitlarki, shu kattalarki. Ba'da qizlarki bor ekan mana. Ha. Mana ulardan bor. Bular standartchikligi hammasi yo razmermi? Yo, razmer. Ha, razmer ekan, razmer. Pachkada nechta razmer chiqadi? 6 ta bo'ladi. Oltita 6 taligi bor, 5 taligi bor. 6 talik, 5 taligi bor ekan. Qizlar qanchadan? 45gacha. Bular 50 ming donaga. 50 ming so'm donaga, Pachkaga 44 ming so'm. donaga 44 ming, pachkaga 44 ming so'm ekan. Ular 55 ming pachkaga, donaga 60 ming so'm. 55 ming donaga, pachkaga, donaga 60 ming so'm 60 ming, ekan. ha. Mana ular 45 ming pachka, donaga 50 ming mana. 45 ming Qalin, yaxshi. pachka, donaga 50 ming so'm. Spartka so'raganlarchi mana o'ta chiroyli spartkalar chiqarib ekanmiz. Pachkaga 55 ming. 35 ming. Qarang, buni boshqa ranglari ham bormi? Yo'q, faqat shundan hozir. Hozircha pushti rangida ishlab chiqarayotgan spartkani. Bular qancha? Bular 55 ming pachka, 55 donaga ming. 65 ming so'm. 55 ming pachka, donaga 65 ming. 65 ming. 5 yosh, 7 yosh. 5 yosh, 7 yosh ekan pachkada. O'g'il bola, qiz bola. Zamoklisi ham bor, ha buni. Buni zamoklisi ham bor ekan. Razmer, narxi bir xilmi? Narxi bir xil. Narxi bir xil ekan. Qora ham shundami narxi? Qora ham shuna. Bir xil. Spartka qancha? Spartkalar 30 ming pachka. Spartkalar pachkaga 30 ming so'm ekan. Razmer nechta chiqadi? Razmer 2 ta hammasi. 5 yosh. Hammasi 2 tadan ekan razmeri. Keyin akamizda mana bunda yangi usullardan ham ishlab chiqaryapti. Yozda futbolka ishlab chiqaradi. Qishda mana bunday bir ajoyib yangi uzun ishlardan. Buni bilyo qilib ham kiysa bo'lar ekan, keyin ko'chapaga nima deydi, hali kurtkalar ichidan kiysa ham bo'lar ekan. Xullas bu akamizda dona ham sotaveradi, pachka ham sotaveradi. Bular nech puldan ekan? Bular 28 ming pachka. 28 ming pachka, donaga 35 ming so'm ekan. Mana shu. Ha, bemalol. Bularchi ekan? Bular pachka 35 ming, Pachka 35 ming, donaga 45 ming. donaga 45 ming so'm ekan bu. Telefon nomerini qaytarib qo'yasizmi? 90lik. 90lik 508 508 62 30 raqamiga murojaat qilinglar. Qora akamizni joylari mana shu birinchi darvozadan kiraverishda, kirganlarida o'ng qo'lda birinchi nima deydi? Ko'cha eshikdan kiraverishda. Trikolar. Xudo xolasa kurtka sezon boshlandi. Kurtka so'raganlar uchun mana kurtkalar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, kommentariya, like deydimi, nima deydi? Bizda kuryer xizmat mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Bizga murojaat qilinglar, bizga nima deydi, hamkorlikka aloqaga chiqinglar. Uylaringda turgan joylaringda bemalol biznes boshlashlaring mumkin. 1 milliondan tortib 10 milliongacha pullang bo'lsa, bemalol bitta biznesni boshlashlaring mumkin. Uylangda sotsalang ham bo'laveradi. Bag'i qish kelyapti, hamma uyda bekarchi. Kurtkachalardan zakaz qilib, albatta nasiyaga savdo yo'q bu bozorda. Keyin donaga ham juda ham kamdan kam savdo bo'ladi. Savdo bo'lsa ham ozgina qimmat bo'ladi. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud. Uyingizda o'tirasiz, bizga zakaz berasiz. Xizmatlar kelishaveramiz. Agar kamroq yukkasangiz, qimmatroq xizmatimiz ko'proq yukkasangiz, bilmadik opa, egasi yo'q-ku. Ko'proq bir optim yukkasangiz, bir 10 million shunaqa yukkasalang, xizmatimizni ham kelishtiramiz. Aka, bular qanchadan beryapsiz? YouTube'ga video qo'yapman, narxlarni tanishtirib yuborasiz. 180 ming so'm, eko koja. Donami? 180 ming. Donaga 180 ming so'mdan eko koja ekan bular. Ichimga. Ichim voy janavar, ichim mazza. Ichim yo'qlidan ekan. 180 ming dona narxi ekan. Bular pachka ham sotaverasizmi? Qanchadan pachkaga? 180 ming, 130 ming. Bir 50 ming ransiya qilyapti. Albatta pachka savdogarlar uchun pachka olsalar mana 50 ming so'm ransiya qilyapti. 130 mingdan pachkaga ekan, razmer qilib yig'ib berishadi. Masalan, mana shundan nechta razmer bor shulardan? 4 dona razmer bor ekan, 130 ming so'mdan. Har bittasini 50 ming so'mdan foyda bo'ladi razmer olsalang. Albatta bu savdogarlarga yoki bo'lsa shunaqa razmer tushadigan farzandlar borlar uchun. Mana shu uchovi ham bir xil narxmi? Mana shular bir xil, mana bu ikkita. Ikkovi bir xil ekan. Bular boshqacha. Bu boshqa narx ekan. Bu qancha? Bularimizni 180 ming beramiz donaga. Donaga 180 ming.
Kattalar razmeri bu. Ha, bu jicha kattaroqlarki, ya'ni bir 50 dan boshlab 56 razmergacha. 50 dan boshlab 56 gacha ekan bunda razmeri. Donaga 180 ming, pachkaga Pachkaga 140 ming so'm. 140 ming so'm. 10 ming so'm raisiya qilyapti pachka narxiga. Ko'ringlar. Adreska o'ylar. Podolskiy o'ylar, Adreska o'ymayapti. kecha mehlar. Olinadi, klassik fason. Ha, mana nimasi bo'yindagi mehi ham olingan keyin yechilar ekan, klassik fason deyishyapti. Bular qancha? Bularimizni 125 ming pachka. Pachkaga 125 ming so'm, Donaga 160 sotaveradi. donaga 160. Xullas donagacha ustiga qo'yilar ekan, donaga kelishsalang bo'lar ekan. Bularchi? Bularimiz donaga 150 ming so'm. Donaga 150 ming so'm ekan, uzungina ekan bu. Klassik. 3 xil rasvetga mana nima seri, buni sal ko'kimtirog'i, keyin timqorasi bor ekan. 3 ta Ishlari razmer mehki, bo'ladi. 3 talik razmer. 44, 46, 48 ekan bunday razmer. Ya'ni shu podroskovoy ekanda, hali o'rta yoshdagi bularga. Kollejgacha ekan, ha? Maktab yoshdagilar. Pachka 95 ming. Pachkaga 100 mi? Pachkaga 95 ming so'm. 95 ming? Ha, donagachi. Donaga 150 ming so'm. Uxti 95 ming so'mdan ekan mana shu kutkalar pachka narxi. Donaga 100 150 ming. 150 ming so'm, pachkaga 95 ming so'm ekan. 95 ming menimcha o'ta arzon bo'lsa kerak pachka narxiga. Bu kamzillar necha? Ham o'ta qalin ekan. Bular 70 ming. Ko'ryapsizlar, kurtkalarni aniq narxlargacha aytib ketyapmiz. Donosidan bir 50 ming, 60 ming ustiga qo'yilyapti. Pachkasidan ancha yutasizlar. Shu razmerni parlab turib bir jiyanmi yo 3 ta farzandlang bo'lsa, uchoviga bitta narxda olsalang, kamida bir 100 ming, 150 mingga yutasizlar pachkasidan. Litrovkalar. Litrovkalar bor ekan, ya'ni shu jicha yuqoroq bir sifat litrovkalar. Ular qancha ekan? Bularimiz 100 ming dona beryapti. Donaga 100 ming ekan, Pachkaga 85 ming. pachkaga 85 ming so'm ekan. Bularimiz 100 beryapti. Mehli. Mana bu tomonda Ular qancha beryapti? 70 ming. Katta razmer. Lekin Sizlarga tushdi. Qalin. Yupqalari bor. Shunaqa mayli. Ha, bu ya qalinroq ekan, qancha bu? 130 ming pachkaga. Pachkaga 130 ming so'm, Donaga 170, 180 so'm. donaga 170, 180 ming so'm. Donaga xullas ustiga qo'yadi. Pachka narxi shuncha, donaga bir 20 ming, 30 ming, 50 minggacha qo'yar ekan. Qaligida. qancha ekan? Qalin 70 ming, 65 ming yo'q. Kamzillardan turli tumanlarda shu hoji kamzil deydimi, nimalar unaqa. Qizchalarga Bizga har razmer chiqdi. 6 kg. akamiz savdosini buzmaylik. Xullas narxlar shunaqa. Nima telefon nomeringizni aytib qo'ying aka, telefon qilib o'zi tushuntiradi. 50lik 999 999 15 17. 15 17 raqamiga murojaat qilinglar. Akamiz savdo qilyapti. Hammasini bir baxburja so'rab o'rgani biz ham hijolat bo'lamiz. Nimagaki kliyentlarning oldida noqulay. Bizning telefon raqamlarimiz 33lik 309 41 87 90lik 343 92 02 raqamiga murojaat qilinglar. Bizga hamkorlikka chiqadiganlar, ya'ni shu biz bilan hamkorlikda ishlaydiganlar, bizga zakaz berib, uyda o'tirib o'z biznesini yurgizadiganlar bizning nomerlarga aloqaga chiqinglar. Mana bu ishlarim o'ta chiroyli, zo'r ishlar chiqibdi. Uzungina egasidan so'ramay video qilib qo'yapmiz. Endi noqulay kimdir video qiling deydi, kimdir qilmang deydi. Nimagaki bu biznes o'zini ishi tarqalib ketishni xohlamaydi. Egasi yo'q. Keyin kim narxini so'rab ketamiz. Ishlar narxlarini o'tgan videolar. Hormang aka, charchamayapsizmi? Bitta narxni aytib berasizmi? Qanchadan? Bir boshdan aytavering, qaysilar? 22 ming. Bular 22 ming so'm ekan. 25 ming. Bunimi? 25 ming so'm ochiqda turgan, ha? 35 ming. 25 ming, 35 ming. Bunachi jirafacha 30 ming so'm. Buchi tevalik ish 32 ming. Bu tomonlarchi? Tepadagilar birinchida turgan 50 ming. Bunularmi? Yo'q, O eng tevada turganlar 50 ming so'm.
Qo'yganlar 45 ming. 45 ming so'mdan. Ha? Endi bular narxi aytilgan. Telefon nomer qo'yakmi? Telefon nomer shart bas deyishyapti. Bozorlarni bersin. Assalomu alaykum. Videoga olaverakmi? Olib oldingiz o'ding. Qanchadan bular? Bular narxi 15 ming so'm ekan, faqat tevalikda o'zi ekan. Razmer chiqadimi? Nechtalik? 48-50 ekan bular razmeri, hammasi 15 ming so'mdan ekan. Pachka narxi, donaga savdo yo'q, adashmasam. Bularchi? 25 ming bo'lsalar. Bular 25 ming so'm, dvoykalar. Nechta razmer chiqadi? Ikkitalik. Bu ham ikkitalik ekan, 4 yosh, 6 yosh ekan. Bularchi aka? Bular ham 25 ming. Bular ham 25 ming so'm ekan. Bular ham ikkitalikmi? Bir xil razmer. Keyin bu tevaliklar o'zlari 15 ming, 9 ming. bular 15 ming so'mdan ekan-ku, bular 9 ming so'mdan ekan. Bular 15 ming, bular 9 ming so'm, adashmadim. Bular qanaqa razmer chiqadi? Ikkitalik razmerda 5 yoshgacha. 5 yoshgacha. 6 yoshgacha. Bular 6-7 yoshgacha ekan. Telefon nomer qo'yakmi? Nechilik? 94. Telefon raqamlari 94lik 169 52 52 raqamiga murojaat qilinglar. Mana shu bir ishlardan kerak bo'lsa. Savdolarni bersin, charchamanglar. Akamizda shapkalar. Adashmasam hammasi bir xil narxmi deyman? Hammasi bir xil ishlar ekan. Aka qanchadan beryapsiz? Standart 20 ming. Standart 20 ming so'm. Pachka narxi bu? Yo, dona ham shunaqmi? Kelishaveramiz. Ha, demak 20 ming so'm ekan. Donaga kelishaveramiz deyishyapti. Bular adashmasam bir 4 yosh 5 yoshlarga tushadiganmi? Necha? Oylikdan 1,5-2 yoshgacha tushadigan standart 20 ming so'mdan deyishyapti. Ha, astarli ekan ichlari. Ichlari astarli. Akamiz ichkarida mana do'koni ham bor. Do'konning nomerlari 308 blokmi? Deymi? Telefon nomer qo'yakmi aka? 94. Bu shapka uchun akamizning telefon nomerlari 94lik 494. 494 12 12 36 raqamiga murojaat qilinglar. 20 ming. Aka savdolarni bersin. Dada, Hay. yaptığınızı konuşa yaşayalım. Dadası bir saat sürdürdü. Bo'ldi aka. Burvashdan video qilib kelyapmiz aka. Bu yerda so'mkachalar. Assalomu alaykum. So'mkalar qanchadan? So'mkani egasi yo'q ekan. Bir qiziqishga video qilib ko'ramiz. Balli padarka boqib qo'yibdi bunalarni. Shunday tug'ilgan kunga tirsatib beraveradigan nima vaziyat qilib qo'yibdi, sharoit qilib qo'yibdi. Bu yerda iluvlilarning ochiqlari. Bular momiq bir kishilik, ikki kishilik adyolchalar, yupqa adyolchalar. Bular endi solingan so'mkaga solinganlar. Nech puldan bular? Bir kishiliklar qancha? Kishilar 80 ming. Bir kishiliklar 80 ming so'm, Kishilik 120. ikki kishiga 120 ming so'm ekan. Bu so'mkasi bilanmi shu narx? Bu narxlar mana so'mkasi bilan ekan, so'mka solingan holda shu narx ekan. Telefon nomeringiz qo'yakmi? 33lik 686 686 95 95 95 raqamiga murojaat qilinglar. Shu momiq adyolchalardan kerak bo'lsa savdangiz bersin. Qizlarga kurtkachalar bor ekan. Bular ham sizdanmi? Nech puldan? Detskilar 3 yoshdan 5-sinfgacha Kamzillar 55 ming. 3 yoshdan 5-sinfgacha narxi 55 ming so'm ekan. Pachka narxi Ha, 55 ming. 55 ming so'm. Kattalarki bor 105 ming. 105 ming kattalarki. Endi bu ham razmer o'sha katta ayollardan to bir kishilik. o'rta yoshlilarga tushadigan. Mana ularimiz bor 60 mingdan, detskisi 35 ming. 60 ming so'm kattasi, detskisi 35 ming so'm. Bu ham men shunday razmerdan, ha? Ha. Bu ham shular razmerning ichida chiqadi. Kurtkalarchi? Kurtkalar 300 mingdan. Kurtkalar 300 ming so'm ekan. Xitoy. Xitoy ish ekan, shuni inobatga olib qo'yinglar. Qimmatligi sababi Xitoy ish ekan, 300 ming so'm ekan. Kishilik 120. Qoldirib qo'ygan. Katta keyin.
Aka pachka narximi, dona narximi bu? 300 ming. 250 ming so'm qilib berar ekan pachkaga, shuni inobatga olib qo'yinglar. Telefon nomerlari mana shu bir Adyolchi aytgan akamizni ishlari ekan bular. Shu nomerga aloqaga chiqinglar. Endi bir akamiz bitta video qilib keting deyapti ishlarni. Salom alaykum. 90 bo'lyapti. Charchamayapsan? Shu yoqda. Opamiz, akamiz hamda bir ishlardan bitta chiroyli video qilib qo'ying deyishyapti. Videolarni yaqinlashtirib ko'raverasizlar endi. Yaqinlashtirib uzoqlashtirmadim. Nech puldan beryapsizlar? Bular 38 ming so'm ekan. Qaygacha? Mana shu burchakgacha 38 ming so'm ekan. Mana shu quyonchagacha. Quyonchagacha 38 ming so'm ekan. Nimaga? Pachkalar razmerga? Ha, bu tomonlarchi? Bu tomonlar 50 ming so'm. Qaygacha? Ana shu qizlar ko'ylakchasigacha 50 ming so'm ekan bu tomon. Bular bambuklarimiz. Bular 40 mingdan. Bular bambuklar pachka narxi 40 ming so'm ekan. Bu 35 ming so'm ekan. Mana bu 3 tami 4 talik 40 ming so'mdan ekan. Razmerlar qanaqa chiqadi bular? Razmerlari 2 talik. Hammasi 2 talik, 7 yosh. Bular 7 yosh, 8 yosh. Ha, 7 yoshdan 10 yoshgacha. Hammasi. Mana ular 3 yosh, 4 yoshga. Bular 3 yosh, 4 yosh ekan. Buni narxi arzonroq. Nech pul dedingiz? 35 ming. 35 ming so'm ekan. Rasvetkalari bor. Rasvetkalar bor deyishyapti. Quyonchali ham o'ta zo'r ish chiqdi. Bir hali oyoqchalari ham отдельно ajrab turibdi. Nech pul ekan ro'zining? Tagi seriyliga. Telefon nomer 97lik. 97lik 555 555 0204. 0204 raqamiga murojaat qilinglar. Mana shu Podoroskoy deydimi, detskiy deydimi, shunaqa ishlardan, do'ykalardan kerak bo'lsa. Aka savdolanversin, charchamang. Bizda kuryerlik xizmati mavjud. Xudo xolasa 1 million tadidimi, 1000 tadidimi, xullas obunachilar soni kundan kun ko'payyapti. Bo'ldi. Ha? Az.